Salom aziz do'stlar, kanalimizning qadrli tomoshabinlari. Bugun siz bilan shunday bir mavzu haqida gaplashamizki, bu har biringizga tegishli. Siz pul ishlaysiz, yig'asiz, saqlaysiz, investitsiya qilasiz, to'g'rimi? Lekin men sizga hozir juda muhim bir sirni ochaman. Agar sizda ba'zi qog'ozlar bo'lmasa, pulingiz kelmaydi yoki qo'lingizga kelgan pulingiz birdan yo'q bo'lib qolishi mumkin. Bu hazil emas, bu og'riqli haqiqat. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirda ham kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki siz hayotingizda juda muhim ma'lumotni olish arafasidasiz. Pul nafaqat bank hisobingizda turgan raqamlar yig'indisi, balki u qonuniy asosga ham ega bo'lishi kerak. Avvallari O'zbekiston jamiyatida ko'p narsalar og'zaki kelishuvlar ishonch asosida amalga oshirilardi. Misol uchun, katta miqdordagi pulni bir kishidan ikkinchisiga naqd ko'rinishda o'tkazish, mol-mulkni sotib olish yoki sotishda ba'zan oddiy tilxat bilan cheklanish holatlari ko'p uchrar edi. Hatto ba'zi biznes bitimlari ham faqat qo'l berib ko'rishish bilan yakunlanardi. Bu bir tomondan ishonchli munosabatlarga asoslangan sodda hayot tarzi edi. Ammo boshqa tomondan katta xavflarni o'z ichiga olardi. Bugun esa vaziyat butunlay o'zgargan. Dunyo globallashdi, iqtisodiyot raqamlashdi, moliyaviy tizimlar shaffoflashdi va mamlakatimiz ham bu tendensiyalardan chetda qolmayapti. Endi davlat tomonidan moliyaviy oqimlarni nazorat qilish kuchaygan. Chunki bu pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash kabi jinoyatlarga qarshi kurashish uchun zarur. Banklar ham, soliq idoralari ham har bir katta pul oqimining manbasini bilishni xohlaydi. Bu shaffoflikka intilish har bir fuqaroga ta'sir qiladi. Masalan, agar siz katta miqdordagi pulni bankka qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki kimgadir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bank xodimi sizdan pulning kelib chiqishi haqida hujjat talab qilishi mumkin. Agar sizda bu hujjatlar bo'lmasa, pulingizni qabul qilmasliklari yoki hatto hisobingizni bloklab qo'yishlari mumkin. Bu qog'ozlarsiz nafaqat pulingiz kelmaydi, balki bor pulingizni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'lgan holatdir. Keling, endi siz qanday hujjatlarni bilishingiz, kim xavotir olishi va kim xavotir olmasligi kerakligi haqida batafsil gaplashamiz. Birinchi va eng muhim jihat. Katta miqdordagi pullar bilan bog'liq har qanday operatsiyani rasmiylashtirish shart. Kim xavotir olishi kerak? Aslida har bir inson xavotir olishi kerak. Chunki katta miqdordagi pul degani kim uchundir 10 million so'm bo'lsa, kim uchundir 100 million so'm yoki hatto milliardlab so'm bo'lishi mumkin. Lekin ayniqsa quyidagi toifadagi insonlar juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Chet eldan doimiy ravishda pul olib turadiganlar yoki bir martalik katta pul o'tkazmalarini kutayotganlar. Ikki mol mulkini, ko'chmas mulk, avtomobil va boshqalar sotadigan yoki sotib oladiganlar. 3 merosxo'rlar. 4 biznes bilan shug'ullanuvchilar, frilanserlar, tadbirkorlar. Bejaz katta miqdorda qarz beruvchilar yoki oluvchilar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning moliyaviy operatsiyalaringiz asosan kichik kundalik xarajatlar, oylik maosh olish va shunga o'xshash standart holatlardan iborat bo'lsa, odatda xavotirlanishga hojat yo'q. Chunki bu operatsiyalar bank tizimi orqali avtomatik ravishda qayd etiladi va ular allaqachon qonuniy asosga ega. Misol uchun, oylik maosh sizning ish beruvchingiz bilan tuzilgan mehnat shartnomangiz shtat jadvali va hisob-kitob varaqalari asosida rasmiylashtiriladi. Keling, endi bir nechta aniq real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Chet eldan pul o'tkazmalari. Tasavvur qiling, sizning akangiz Rossiyada ishlaydi va sizga shoshilinch ravishda 20,000 AQSh dollari yubormoqchi. U sizga bu pulni to'g'ridan to'g'ri bank hisobingizga o'tkazdi. Bank sizga qo'ng'iroq qilib, ushbu pulning kelib chiqishi haqida ma'lumot so'rashi mumkin. Agar siz akangiz bu pulni qayerdan olganini tasdiqlovchi hujjat, masalan, uning ish joyidan maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki u sotgan mol-mulk haqidagi shartnoma kabilarni taqdim eta olmasangiz, bank buni bloklab qo'yishi yoki hatto uni qaytarib yuborishi mumkin. Natijada pul kelmaydi. Endi esa o'sha 20,000 dollarni sizning akangiz qandaydir bir vositachi orqali naqd pulda sizga yuborganini tasavvur qiling. Pul qo'lingizga keldi. Siz uni bankka qo'ymoqchisiz. Bank yana savol beradi. Bu pul qayerdan keldi? Sizning daromadingiz qancha edi? Agar siz buning akangizdan kelgan sovg'a ekanligini aytsangiz ham, bank sizdan hadya shartnomasini talab qilishi mumkin. Agar shartnoma bo'lmasa, pulingizni hisobingizga qo'ya olmaysiz yoki qo'ysangiz ham, soliq idoralari tomonidan daromad sifatida baholanib, sizdan soliq talab qilinishi mumkin.
Shuning uchun chet eldan keladigan katta miqdordagi pul o'tkazmalarini har doim rasmiylashtirish lozim. Oddiygina akangiz bilan notarial tasdiqlangan hadya shartnomasi tuzib qo'ysangiz, barcha muammolar hal bo'ladi. Misol 2. Mol mulkni sotishdan olingan daromad. Siz o'z kvartirangizni 7000 AQSh dollariga sotyapsiz. Notarial idorada oldi sotish shartnomasini tuzdingiz, pulni oldingiz. Bo'ldi. Sizda pulning kelib chiqishini tasdiqlovchi eng asosiy hujjat sotish shartnomasi bor. Pulni bemalol bankka qo'yishingiz yoki boshqa ehtiyojlaringizga sarflashingiz mumkin. Soliq organlari bu daromadning qonuniy ekanligini shartnoma orqali ko'radi. Endi esa tasavvur qiling, siz kvartirani notarial tasdiqlanmagan oddiy tilxat bilan sotdingiz. Pulni oldingiz. Lekin u pulning kelib chiqishini qonuniy ravishda tasdiqlay olmaysiz. Agar soliq idoralari sizning hisobingizga kirgan 2000 dollar haqida so'rasa, siz ularga nimani ko'rsatasiz? Notarial shartnomasiz. Bu pul sizning tafsilotsiz daromadingiz hisoblanishi va undan soliq undirilishi mumkin. Eng yomoni, agar xaridor kelib, "Men kvartira uchun pul berdim, lekin menga hujjat bermadi" desa, siz ham pulingizdan ham kvartirangizdan ayrilishingiz mumkin. Mol mulk bilan bog'liq har qanday bitimni notarial tasdiqlash shart va bu sizning moliyaviy xavfsizligingiz garovidir. Misol uchun, meros. Keling, bobongiz vafot etdi va sizga shahar markazidagi uyini va bank hisobidagi 1 million so'mni meros qoldirdi. Agar sizda bobongizning vafot etganligi haqidagi guvohnoma, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi notarial guvohnoma bo'lmasa, siz na uyga egalik qila olasiz, na bankdagi pulga teginish huquqiga ega bo'lasiz. Hujjatlar bo'lmasa, bank sizga pul bermaydi. Kadastr agentligi esa uyni sizning nomingizga rasmiylashtirmaydi. Hatto boshqa merosxo'rlar bilan kelisha olmasangiz, hujjatlarsiz sizning huquqlaringizni himoya qilish juda qiyin bo'ladi. Bu hujjatlarsiz pul va mulk sizning qo'lingizga kelmaydi. Merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma bu sizning merosni qonuniy ravishda qabul qilishingizni tasdiqlovchi asosiy qog'ozdir. Misol 4. Biznes daromadlari va frilanserlik tasavvur qiling. Siz frilanser sifatida veb-saytlar yaratasiz va har oy imin AQSh dollari atrofida daromad olasiz. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, soliq to'lamasangiz va bank hisobingizga mijozlaringizdan pul kelib tursa, bir kuni soliq idoralari sizning daromadingiz manbasi haqida savollar berishi mumkin. Agar siz ularga hech qanday rasmiy hujjat, masalan, xizmat ko'rsatish shartnomalari, hisob fakturalari yoki soliq deklaratsiyasini taqdim eta olmasangiz, sizdan noqonuniy daromad uchun jarima undirilishi va barcha daromad soliqqa tortilishi mumkin. Eng yomoni, agar siz katta miqdordagi ipoteka krediti olmoqchi bo'lsangiz, bank sizdan barqaror va qonuniy daromadingizni tasdiqlovchi hujjatlarni talab qiladi. Ro'yxatdan o'tgan tadbirkor sifatida soliq hisobotlari, bank operatsiyalari va shartnomalar, bu hujjatlar sizning kelajakdagi moliyaviy maqsadlaringizga erishishingiz uchun zarurdir. Qog'ozlar bo'lmasa, kredit ham, pul ham sizga kelmaydi. Misol 5. Qarz berish yoki olish. Siz do'stingizga 10,000 AQSh dollari qarz berdingiz. Oddiy tilxat yozdirdingiz. Do'stingiz pulni qaytarmayapti. Siz sudga murojaat qilasiz. Agar tilxatda pulning miqdori, muddatlari, foizlari agar bo'lsa, aniq ko'rsatilmagan bo'lsa va eng muhimi, u notarial tasdiqlanmagan bo'lsa, sudda sizning huquqlaringizni himoya qilish juda qiyin bo'ladi. Notarial tasdiqlangan qarz shartnomasi sizning huquqiy himoyangizni ta'minlaydi. Shuningdek, siz pulni qaytarib olganingizda ham uning kelib chiqishi haqida hujjat bo'lishi kerak. Aks holda bu pul tushunarsiz daromad sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu holda qarz shartnomasi va pulning olinganligini tasdiqlovchi kvitansiya, bu sizga pulni qaytarib berishlar uchun zarur bo'lgan qog'ozlardir. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi istisno va nozik jihat, kichik va katta miqdordagi pul o'rtasidagi farq. Banklar va soliq idoralari har bir kichik operatsiyani tekshira olmaydi va tekshirmaydi ham. Odatda ma'lum bir miqdordan yuqori bo'lgan operatsiyalar nazoratga olinadi. O'zbekiston qonunchiligida shubhali operatsiyalar deb hisoblanadigan limitlar mavjud, ammo bu limitlar doimiy o'zgarib turishi va moliyaviy monitoring qonunlarida belgilanishi mumkin. Masalan, bir martalik katta pul o'tkazmalari, masalan 100 million so'mdan ortiq yoki bir necha marta kichikroq, lekin jami katta summani tashkil etuvchi operatsiyalar diqqatga olinishi mumkin. Oddiy kartaga o'tkazilgan 70 ming so'm uchun sizdan hech kim hujjat so'ramaydi.
Ammo 50 million so'm bir martalik o'tkazma uchun bankda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu shunday nozik bir chegara. Uni doimiy ravishda kuzatib borish kerak. Ikkinchi tuzoq og'zaki kelishuvlarning xavfi. Menga do'stim ishonadi yoki biz qarindoshmiz, qog'oz shart emas degan tushunchalar katta xavf tug'diradi. Misol uchun, sizning amakingiz uyini sotib, pulni sizning hisobingizga o'tkazib turishni so'rashi mumkin. Chunki u banklar bilan ishlashni yoqtirmaydi. Pul keladi, siz esa uni o'zingizga tegishli deb hisoblamasdan amakingizga naqd pulda berib yuborasiz. Keyin soliq idoralari sizning hisobingizga kelgan katta miqdordagi pul haqida so'rasa, siz amakingizning puli ekanligini isbotlay olmaysiz. Chunki siz va amakingiz o'rtasida hech qanday rasmiy shartnoma yo'q. Natijada o'sha pul sizning daromadingiz deb hisoblanib, undan soliq undirilishi mumkin. Hatto qarindoshlar bilan ham katta miqdordagi pul bilan bog'liq bitimlarni rasmiylashtirish majburiy. Uchinchi nozik jihat. Raqamli hujjatlar va ularning yuridik kuchi. Bugungi kunda ko'plab hujjatlar raqamli shaklda yaratiladi va imzolanadi. Elektron imzo bilan tasdiqlangan hujjatlar qog'ozdagi hujjatlar bilan bir xil yuridik kuchga ega. Masalan, shartnoma. Lekin siz ularning haqiqiyligini tekshirishingiz va saqlashingiz kerak. Har doim ishonchli platformalardan foydalaning va ularning nusxalarini saqlab qo'ying. Ba'zi bank operatsiyalari uchun, masalan, bankdan ko'chirma, o'pizga olishda uning muhri va imzosini tekshirishni unutmang. Raqamli dunyo qulaylik yaratadi, lekin u bilan birga yangi e'tibor talab qiladigan jihatlarni ham olib keladi. Elektron hujjatlarning yuridik kuchini tan olish muhim. 4-tuzoq xorijiy hujjatlarning legallashtirilishi. Agar sizga chet eldan, masalan, meros pullari kelayotgan bo'lsa, xorijiy bank hisob varagidan olingan hujjatlar yoki xorijiy notarius tomonidan tasdiqlangan hujjatlar O'zbekistonda tan olinishi uchun ularni legallashtirish yoki apostil qo'yish kerak bo'lishi mumkin. Aks holda sizning xorijdagi hujjatlaringiz O'zbekiston banki yoki sudida yuridik kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Bu murakkab jarayon. Shuning uchun advokat yoki yuridik maslahatchi bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. 5-nozik jihat. Hujjatlarni qancha muddat saqlash kerak? Eski qog'ozlarni nima qilaman? Axir ish o'tdi-ku deb o'ylash xato. Ko'pgina moliyaviy va soliqqa oid hujjatlarni kamida 3 yildan 5 yilgacha saqlash tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda esa uzoqroq muddatga ham. Chunki soliq idoralari o'tgan yillardagi operatsiyalar bo'yicha ham tekshiruv o'tkazishi mumkin. Misol uchun siz 2019 yilda uyingizni sotgansiz, 2023 yilda esa sizning hisobingizdagi pul haqida soliq idorasi savol berishi mumkin. Agar sizda sotish shartnomasi bo'lmasa, qiyin ahvolga tushishingiz mumkin. Shuning uchun barcha muhim moliyaviy hujjatlarning qog'oz va raqamli nusxalarini ishonchli joyda saqlashga odatlaning. Eng katta tuzoq esa shundan iboratki, men bilan bunday bo'lmaydi yoki bular ortiqcha ovoragarchilik deb o'ylashdir. Ko'pincha muammo yuzaga kelgachgina odamlar hujjatlarning qadrini tushunishadi, ammo o'shanda kech bo'lishi mumkin. Qog'ozbozlikdan qo'rqish o'rniga o'zingizni kelajakdagi muammolardan himoya qilishni tanlang. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qaysi hujjatlarni to'plash, qayerga borish va nimalarni yozish kerak? Har qanday katta moliyaviy operatsiyani rasmiylashtiring. Agar sizga kimdir katta miqdorda pul hadya qilsa, masalan, qarindoshlar chet eldan, notarial tasdiqlangan hadya shartnomasi, darstvenное соглашение tuzing. Bu pulning qonuniy manbasini tasdiqlaydi. Agar siz kimdandir katta miqdorda qarz olayotgan bo'lsangiz yoki berayotgan bo'lsangiz, albatta notarial tasdiqlangan qarz shartnomasi, dogovor zayma tuzing. Unda qarz miqdori, qaytarish muddati va shartlari aniq ko'rsatilgan bo'lsin. Pulni olganlik haqida tilxat raspiska yozish ham juda muhim. Mol-mulk, kvartira, mashina, yer uchastkasi, oldi-sottisini har doim notarial idorada rasmiylashtiring. Oldi-sotti shartnomasi, dogovor kupli-prodaji sizning asosiy himoyangizdir. 2. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Asl hujjatlarni ishonchli joyda saqlang. Masalan, seyfda yoki hujjatlar uchun maxsus papkada ularning raqamli nusxalarini skaner qilingan holda elektron pochta manzilingizda, bulutli xotirada, Google Drive, Dropbox yoki tashqi xotira diskida saqlang. Bu yong'in yo'qotish yoki boshqa kutilmagan holatlarda sizni qutqaradi. 3. Biznes faoliyatingizni rasmiylashtiring. Agar siz pul ishlayotgan bo'lsangiz, lekin rasmiy ishingiz bo'lmasa, masalan, freelancer kichik tadbirkor, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting yoki MSH oching. Solig'ingizni muntazam to'lang.
Buning uchun soliq to'lovchining shaxsiy kabineti may. Soliq o'zidan foydalanishingiz mumkin. Mijozlar bilan ishlashda shartnomalar tuzing, hisob fakturalar bering. Bu sizning daromadingiz qonuniy ekanligini tasdiqlaydi. Bank operatsiyalarini shaffof qiling. Katta miqdordagi pulni naqd ko'rinishda saqlashdan ko'ra uni bank hisobiga qo'yish xavfsizroq. Ammo yuqorida aytib o'tganimizdek, pulning manbasini tasdiqlovchi hujjatlaringiz bo'lishi kerak. Bank hisob varag'ingizdan ko'chirmalarni bank VPSga vaqti bilan oling va saqlab qo'ying. Ular sizning moliyaviy faoliyatingizni tasdiqlovchi muhim hujjatdir. B. Merosxo'rlik masalasida. Agar siz merxo'r bo'lsangiz, vafot etgan shaxsning vafot etganlik haqidagi guvohnomasini oling. Notarial idoraga murojaat qilib, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma свидетельство o праве на наследство ni oling. Bu hujjat sizni merosning qonuniy egasi ekanligingizni tasdiqlaydi. 6. Maslahat olishdan qo'rqmang. Agar sizda murakkab moliyaviy vaziyat bo'lsa yoki qaysi hujjat kerakligini bilmasangiz, advokat, yurist yoki notarius bilan maslahatlashing. Ularning maslahati kelajakda katta muammolarning oldini oladi. Qayerga murojaat qilish kerak? Notarial harakatlar uchun istalgan notarial idoraga. Biznesni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat xizmatlari markazlariga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga. Mytinga.uz. Soliq masalalari bo'yicha hududiy soliq inspeksiyasiga yoki soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga. Bank operatsiyalari uchun o'zingiz xizmat ko'rsatuvchi bankka. Aziz do'stlar, esda tuting, qog'ozlarsiz pulingiz kelishi juda qiyin yoki kelgan taqdirda ham uni yo'qotib qo'yish xavfi juda yuqori. Bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki sizning moliyaviy xavfsizligingiz, huquqlaringiz himoyasi va kelajakdagi barqarorligingizning garovidir. Pul ishlash qanchalik muhim bo'lsa, uni qonuniy asosda ushlab turish va undan foydalanish undan ham muhimroqdir. O'zingizni himoya qiling, hujjatlaringizni tartibga soling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Sizning hayotingizda shu kabi holatlar bo'lganmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoni baholashni unutmang, like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki kelajakda yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlarni ulashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.